Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mushaqtonlar xayrli bo'lsin. Biz bu video orqali meniki o'xshash avtomatik holatda qo'sh taraflik besib chiqarolmaydigan printerlarni qanday vaqtida qo'sh taraflik besib ishlata olamiz. Bularni biz birlikda ko'rib chiqamiz. Xo'sh, oldi bilan men bu sinov uchun tayyorlagan bu 4 betlik PDF ni besib chiqaramiz. Buni 2 varaq A4 qog'ozga besib chiqaramiz. Hamda ba'zi printerlar avtomatiklam qo'sh taraflik besish buyrug'ini bergan vaqtda avtomatiklam o'zining ichida aylantirib qilib beradi. Hamda meniki o'xshash halqi. Faqat taq betliklam taq yuzigalam print qila oladigan yoki besib chiqara oladigan printerlarga biz qog'ozlarni aylantirish orqali to'g'ri besishni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, undan so'ng biz buni bevosita Adobe Acrobat'da ichib ko'rsatib qo'yay buni. Qaraydigan bo'lsanglar ichildi. Masalan, 1dan tortib 4-chi nomergacha. Bu yerga print qismini besib, printerimizni tanlab olgandan keyin bu yerga page to print deganni besib, bu yerdan masalan taq betlikmi yoki jupmi. Qaysini tanlasak bo'ldi? Oldindan biz taqdan boshlab bosqizib, ya'ni taq deganimiz bu yerga 1, 3, 5 deganga o'xshash o'rtadagi jup sonlarni emas, taq sonlarga nisbatan ma'lum. Bu yerdan 2, 4, 6 degan o'xshash jup betlarni besmadi. Xo'sh, undan so'ng biz bu yerdan old pages only degandan, ya'ni taq betni ham ko'ramiz. Bu yerdan bir print qilsak bo'ladi. Texnik ko'pinchalarning ishlatilishi uchun bevosita hammalarni kompyuterda bor deb qaralgan Google Chrome orqali ko'rsatib o'tsam bo'ladi. Bevosita bu yerdagi print qismini besib, yana qaraydigan bo'lsanglar, bu yerda old pages only. Ya'ni taq betlar faqat taq bet demoqchi, ko'ringmi? Bu yerdan jup qilsak, even pages only degan bo'lsak, 2 va 4 lik ko'rinadi. Buni qaysini qilsanglar o'xshash oldi bilan taqdan boshlaylik. 1, 3 mana shaklda. Bundan keyin printerimizni tanlab oldik. Men printni bosdim hamsa. Qaraydigan bo'lsanglar, mana shaklda besildi. Hamda biz moyoqdan tutib, bunda bir o'rib, bundan keyin mana shaklda solamiz. Soldim, qaranglar. Hamda biz jup betlarning buyrug'ini beraylik. Jup betlarni bos degan buyruqni bergandan keyin hamda yana o'xshash shaklda qaraymiz. Qaraydigan bo'lsanglar, hamda jup betlar besildi. Hamda biz buni qarab baqaylik 3 mana 1. Hamda biz buni dumtum tushakmi, yana o'xshash shaklda. Mush besilgan beti ham ustidagini asta olamiz. Mana shaklda ishlasak, mana. Qaranglar, mana 1-bet. Mana shaklda o'rsak 2-bet. Mana keyin 3-bet. Mana shaklda o'rsak 4-bet. Ya'ni bu yerdan tuplangan holatda taxmin qilsak, 1-bet, sonrasi 2-bet, mana 3-bet, shundan 4-bet. Mana shaklda. Men mana nomerlarni o'ng tarafga qo'ygan bo'lsam, balkim bevosita qarsanglar ko'ra oladigan bo'ladinglar. Lekin men tez surat qilish uchun bevosita uni o'ylashmayman va so'l tarafga qo'yibdiman. Shunlashqa hozir mayada menda bir maslahat ko'rilgan bo'ldi. Bu shaklda jup va taq betlarni ayrim-ayrim besib, mana o'xshash avtomatik bosolmaydigan printerlarni qog'oz sirib qilmasdan mana shaklda besishni ko'rib chiqqan bo'ldik birlikda. Hamsa boshqa videolarimiz ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Allohga emanet.